Bugun institutimizning ilk qaldirg'ochlaridan ajoyib intervyu olamiz. Ustozingizga eng ko'p ishlatgan yolg'oningiz qaysi? Assalomu alaykum. Avvalambor ko'p ishlatgan yolg'onim bu ustoz men kasal bo'lib qoldim, kela olmayman. Ustoz ishonganmisiz? Albatta ishonganman-da. Albatta ishonganman. Ustozingizni oldida ayting, siz qanaqa yolg'onlar ishlatgansiz? Ataylabdan kech qolardik. Lekin uzr kech qolib ketdik deb kirardik. Eng ko'p yolg'on ishlatadigan inson talaba bo'ladi o'zi. Doim kech qolganimizda uzr kech qoldik desak uxlab qolgan bo'laman. Qaysi biridan boshlasam ekan? Darsga kech qolganda yo'l probka ekan, shunga kech qoldim deb yolg'on gapirgandim. Lekin unaqa bo'lmaydi. O'ziga chiqqan bo'lasiz. Ustoz mana sirlari ochiladi. Eng ko'p yolg'onchi siz qiladi. Dekanatdan telefon qilardik, lekin abed qilayotgan bo'lardik. Tashqariga chiqardik, dekanatga chiqaylik, o'qituvchimiz chaqiryapti deb. Dekanat eng katta yolg'on vositasi bo'lgan sizlarga. Ustozlar ham yolg'on ishlatishadimi? Yo'q, Bo'lmagan-a yolg'on. Mana 4 yillik sirlar ham fosh bo'ldi. Xo'sh, sizchi qanday yolg'onlar ishlatgansiz? Izohlarda yozib qoldiring.